Assalamu alaykum kanalımız a'zolari. Biz hozir Hazorasp tumanida 10 kilovatlik quyosh panel sistemani ishga tushirdik. Bu xonadon O'zbekiston iftixori, do'stlik medali, shuhrat medali sohibi Rustam Hajiyev xonadonida o'rnatildi. Ne ko'rib turganlaringizdek, shuningdek bir mehnat faxriysining uyi, davlat mukofotlarının sovrindori Rustam Hoji atamiz yine. Şu 10 kilovatını ishga tushirdik. Bedozi solar panellari bilan deya invertorni qo'yib berdik. Ko'rib turganlaringizdek, hozirda ne momentda 2 kilovat 900 berib turibdi. Zazemliğine berildi. Ondan sonra predarxanator hammasi qo'yilib, zazemliğine katılmadır. Kanalımıza a'zo bo'ling, bizlarga kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.